Men xalq bitta tomondan aytay. Siz hozir past nazar bilan qilayotgan chorvachilik biz misol uchun chekka hududdagi ayollarda ham salonga kirishga haqqi bor, fitnes klublarga borishga haqqi bor, o'zlariga vaqt ajratishga haqqi borligini tushuntirishni xohlayman. Lola, men gapingizni Hozir bo'lishga bitta gapimni aytib olay akajon. Okey. Mashallah. Akajon, Bizda asosan moliyaviy qaramlik ayollarda juda ko'p imkoniyatlarni cheklab qo'yyapti. ijtimoiy loyiha qilmoqchisiz, ayollarni qo'llab-quvvatlamoqchisiz, ularga yordam bermoqchisiz, ish bilan ta'minlamoqchisiz, zo'r. Bir kishi butun dunyoni o'zgartirishi To'g'ri, qiyin. lekin Ya'ni men sizga maslahat bermoqchi edim. Men bitta tomondan aytay. Siz hozir past nazar bilan qilayotgan chorvachilik chorvachilik kompleksi, между прочим, Yevropaning rivojlangan mamlakatlari, Germaniya, Shvetsariyada juda krutoy biznesga o'tadi. Bu narsaga moliya sarflansin. Investorlar shoshmang. Bu sohaga kimdir, bu sohaga kimdir moliya misol uchun pul tiksa, albatta daromadi bor. Tushunyapsizmi? Lolaxon, eshitasizmi? Eshitaman. Eshitdingiz, men siz bilan gaplashaman. Chorvachilik va fermer xo'jaligi har doim birinchi, eng yuqori va dolzarb yo'nalishlardan bittasi. Uni hech kim yerga urgani yoki mensimagani yo'q.